Assalomu alaykum Arashon ishqibozlari. Bugun ajoyibidan kelgan. Ikkezak, ikkala bolasi ham sovloq. Mana oldidagi enasi. Enasi bo'g'oz, 3 oylik, 3,5 oylik atrofida. Bolalarining bittasi bo'g'oz. Nargisi. Xudo xolisa bunisi ham bo'g'ozmi? Gumon deyapti. Juda chiroyli kelishgan. Allohlari. Quloqlari ham juda uzun. Mana vallahi. Kimga kerak bo'lsa, xohlasa bo'ylari 75-80 dan baland turadi. Yeb ishlari garantiya. Xudo bersa 3 ta qo'y, ikkezakdan tug'ib bersa agar 9 ta qo'y bo'ladi. Alloh nasib qilib Xudo bersa. Bunisi ana bo'g'oz. Bunisi ham bo'g'oz. Aloqaga chiqaverasiz. Qolgan ma'lumotlar telefonda.